Yaxshi. Juda vaqtida olib keldingizlar qo'shni. Ja pul kerak bo'lib turuvdi. Soqqali ishingiz bitdimi ish qilib? Xudoga shukr bitdi. Qizimni Malayziyaga olib borib keldim. Matematika olimpiadasiga. Shukr, birinchi o'rinni oldi. Yaxshi. Men ham bir vaqtlar o'qishga qiziqqanman. Hatto universitetga o'qishga kirgan edim. Kontraktga tushib qo'yganman-da. 1 million so'rashgan. U paytda katta pul edi-da 1 million. O'qimadim. Pul topishga qiziqib ketdim. Lekin umr bo'yi qiynaldim-da. Esim bo'lganda qiynalsam ham o'qib sizdek ziyoli bo'lardim. Hozir bolalaringiz o'qitmayapsizmi? O'g'lim o'qishga kirgan edi. U ham kontraktga tushib qopti-da. 25 million deydi. 1 yilga. O'qima dedim. Undan ko'ra ishlab pul topsin. Pul topish osonmi hozir? Hali ham esiz kirmabdi-da. Nima? Hamayli qo'shni, men bora qolay. 20 minutdan keyin darsim boshlanadi. Rahmat sizga.